Demak, auksiondan, ko'prik degan auksiondan 12560 ga Toyota Highlander olindi. Umumiy summasi 12560. Bu soliq, hamma narsasidan. Bu hujjati. Rasmiylashtirilgan mashina olib borsa, hujjat qilib beradi bunga. Demak, mana bu yerda almashtiradi. Mana bu yerda ishlar lattalarni olib o'zini menimcha yopishtirsa bo'ladi. Bu tomon ham xuddi shunday, mana bu lattalarni olib o'zini yopishtirsa bo'ladi. Mana uni yangi olish kerak ekan. Mana buni yangi olish kerak ekan. Rulni. Telekom rulni o'zini sotib olsa bo'ladi. Dillerga aytadi, diller jo'natadi, yangi rul qo'yadi. Past ham qo'yish kerak ekan, taxminan uzoq bir $500 xarajati bor ichkarida. Usta haqi bilan birga. Bamper taxminan $200-300 ga bamper reshetkami oladi. Radiatorlari butun. Ko'rinib yo'qmi? Radiatorlar butun. Eshitmadim. Ichkarida radiator ham butun. Farlar butun. Faqat bitta bamperlar mana bu oltdagi reshetkani grillni oladi, mana panjarani. Bo'ldi. Taxminan 12560 bo'lsa, 13560 bo'ladi. Qolgan joyi soppa sog'lom. Qirilgan joyi yo'q. Qotay tepani bitta mana buni oladi. Keyin yangilaydi, bo'ldi. Yaxshi mashina ekan. Toyota Highlander. Neshinchi yil ekan yili? Yili mana. 21-yil. Deyarli yangi mashina.